Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan chaqaloqlar gemolitik kasalligi haqida gaplashamiz. Chala tug'ish, o'lik tug'ish va perinatal davrdagi o'limning sabablaridan biri ona va homila qonining rezus omil bo'yicha immunologik nomuvofiqligi hisoblanadi. Rezus omil eritrositlarda 85% hollarda mavjud bo'lib, bunday insonlar rezus musbat, 15% hollarda rezus omil bo'lmaydi va ular rezus manfiy insonlar guruhiga kiradilar. Rezus omilning xossalaridan biri uning nasldan naslga o'tishidir. Rezus omil protein bo'lib, u asosan eritrositlarda, kamroq hollarda leykosit va trombositlarda joylashgan. Rezus omilning sifat bo'yicha bir-biridan farq qiluvchi asosiy turlari mavjud. D antigeni 85%, S antigeni 70%, Y antigeni 30% odamlarda mavjud. Gemolitik kasallik ko'pincha ona va homila qonining D omili bo'yicha mos kelmasligi tufayli rivojlanadi. Chaqaloqlar gemolitik kasalligi bu ona va homila qonlari o'rtasidagi immunologik nomutanosiblik natijasida homila yangi tug'ilgan chaqaloq eritrositlarining parchalanishi bilan kechadigan kasallikdir. Agar ona rezus manfiy, homila esa rezus musbat bo'lsa, homilaning eritrositlari homiladorlik yoki tug'ruq jarayonida ona qoniga o'tadi. Ona organizmi bu hujayralarni begona deb qabul qilib, ularga qarshi anti-D antiteralar ishlab chiqaradi. Keyingi homiladorlikda shu antiteralar yo'ldosh orqali homila qoniga o'tib, uning eritrositlariga yopishadi va ularni parchalaydi. Natijada homilada anemiya rivojlanadi. Kompensator ravishda jigar va taloq kattalashadi. Og'ir holatlarda yurak yetishmovchiligi va umumiy shish hidrops fetalis yuzaga keladi. Tug'ilgandan keyin eritrositlar parchalanishi davom etib, bilirubin miqdori keskin oshadi va bu yadro sariqligi kabi og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Chaqaloqlar gemolitik kasalligining klinik shakllari: anemik shakli, sariqlik shakli, shishli shakli. Anemik shakl: eritrositlar parchalanadi, lekin bilirubin uncha ko'p oshmaydi. Klinik belgilari: teri oqarib ketadi, kamqonlik, yengil jigar va taloq kattalashishi. Laboratoriyada gemoglobin past, eritrosit past, bilirubin normal yoki biroz oshgan bo'lishi mumkin. Sariqlik shakli: kuchli gemoliz, bilirubin keskin oshadi. Klinik belgilari: tug'ilgandan birinchi 24 soatda sariqlik paydo bo'ladi. Sariqlik tez kuchayadi, teri va sklera sarg'ayadi, jigar va taloq kattalashadi. Bola holsiz, emishi sust. Laboratoriyada bilirubin oshganligini, gemoglobin pasayganligi, retikulotsitlar ko'payganligini ko'rishimiz mumkin. Shishli shakl: juda kuchli gemoliz, og'ir anemiya, yurak yetishmovchiligi. Klinik belgilari: bola tug'ilganda umumiy shish, qorin bo'shlig'ida suyuqlik, ko'krak bo'shlig'ida suyuqlik, teri oqarib ketgan, nafas yetishmovchiligi, yurak kattalashgan. Laboratoriyada juda past gemoglobin, og'ir anemiya, bilirubin miqdorini oshganligini ko'rishimiz mumkin. Chaqaloqlar gemolitik kasalligini davolash: fototerapiya, yorug'lik bilan davolash, almashinuvchi qon quyish, og'ir holatda, eritrosit massasi quyish, simptomatik davolash. Kasallikni oldini olish uchun rezus manfiy ayollarga anti-D immunoglobulin yuborish 28 haftada. Tug'ruqdan keyin agar bola rezus musbat bo'lsa, abort yoki invaziv muolajalardan keyin yuborish. Chaqaloqlar gemolitik kasalligi jiddiy, lekin oldini olish mumkin bo'lgan kasallik. O'z vaqtida aniqlash va profilaktika orqali og'ir asoratlarning oldi olinadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Foydali tibbiy ma'lumotlar uchun kanalimizga obuna bo'ling.